Eldor aka bor-ku, qo'zi narxida keldi. Ishonmaysizmi? Chaqqa javobmi? Chaqqa javob aka. Javob qila olasizmi? Sizga javob beriladi. Qo'zi narxida bo'lib ketdimi? Qo'zi narxi va qo'zini qo'yib, qovun narxida bo'lib ketdi aka. Nonni katta ishlasazim, gap Ya aytyapman, hozir chiqqan javob beriladi. Dastlabki qo'ying, o'sha Toros qovun narxida ketaveradimi? Mashina kirgan yo'l bo'lib qolsa bo'ldi. Bir labozga ham kelishaveradi. Ha, aytyapman-ku. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar Uy bo'lib qolsa bo'ldi. Emlamalarni yana Va o'ylashmas aka, umuman obunachilarimiz o'ylashmas. Uy bo'lib qolsa bo'ldi, qilib beraman. emlamalarga chiqib Emlama video qilib tashlab beraman o'g'il odamga. Bor aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, sizlar bilan yana Ulqon Uz. Hurmatli obunachilar, kecha bozorga chiqqandik, buzoqlardan ham bir ko'rsatib turing, buzoqlardan bir xabardor bo'lib turaylik degan obunachilarimizni kommentlarini o'qib qoldik. O'sha akalarimizni kommentlarini yerda qoldirmagan holda bugun sizlarga buzoqlar haqida video tayyorlashga harakat qilamiz. Akamiz bilan hozir sizlarga video davomida ma'lumotlarni beramiz. Qo'ldan kelganicha. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Sonlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Aka, qo'ydi narxida. O'tardi. Qo'ydi narxida deganlarda o'zim hayron qolib keldim akalar. Hozir video davomida video davomida bir nima deydi? Baho berasizlar. Agar haqiqatan ham qo'ydi narxida bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 5 ketdim deb yozib berish esingizdan chiqmasin. Aka, endi bu qayerda qo'ylar, mollari? Qirg'izistondan tushgan aka. Har kuni qo'yni reklama qilaverib, qo'yni qilaverib, tidan qo'yga yetib qoldi. Qirg'izistonning mollari aka. Qirg'izistondan kelib tushundik aka. Soni nechta endi bularni? 10 ta. O'zingiz ma'lumotlarni bering. Endi bu Qirg'izistonning qayerdan kelgan, oyliklari qanaqa? Qirg'iziston Talasdan tushgan. Talasdan tushgan. Kecha tushib keldi. Kecha tushdi. Birinchi partiyasi ketdi aka. Ha, birinchi partiyasi ketdi. Birinchi partiyasi ketdi. Hurmatli obunachilar, baribir arzon narsa tez ketadi. Xudo xolisa videoda ulgurib qolib, shunaqa mol boqmoqchi bo'lgan tanishlaringga jo'natib ham qo'yasizlar. Sababi buni yaxshi taraflari molxonaga tashlaysiz. Ozma-oz kepak yalatib yursangiz ham hademay pulingizga pul qo'shilib turadi. Ko'zga ko'rinadigan pul bo'lib qoladi. Xo'p, aka, buni sonini nechta dedingiz? 11 ta. 11 ta. Hammasi xunajimi yo buqasi ham? 3 ta novoz, 8 ta xunajim. 3 ta novoz, 8 ta xunajim. Hammasi buzoq. Hammasi buzoq. Xo'p, endi bularning zot qanaqa aka? Yo o'zimiz Zot Shveddan. Aka mana ikkovi. Hammasi kira Shveddan aka bular. Qirg'izistonning o'sha Shveddan. boqma mollaridan. Aka, endi buni bo'y-bastlari haqida ham bir ma'lumot bera olasizmi aka? O'lchab o'tib ketamiz. Metrlarimiz bor. Metrlar bor. Noma'lum narsa bo'lib qolmasin, hammasini toza ko'rsataylik-da. 90. 90. 90 pilisagani 90 ga olaveraylik aka. Ha. Bu 90 ga kamroq. Metrlarni ham ko'rsatib turasiz. U 80 oshiq. 80 pilis. Hop, 85. 85. 85 dan ham 80 pilis olaylik. 85 endi. Bu ham 80 plus. 80 pilis. Bular hammasi bir joyda aka? Hammasi bir joyda. Yeb ishlari xudo xolasa yaxshi. Udor aka. 10 kunga garantiya beraveraman aka. Garantiya beramiz. Hurmatli obunachilar, ash taraflarni ham hisobga qo'yasizlar. 86. 86. Hop, 86 bu ham aka. 86. 80 ga ham beraveraman aka. Hop, 80 osh 80 bu ham aka. 80 oshiq. Ha. Hurmatli obunachilar, 1 santimetrga qaralganlik shu narsalar taraflariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. O, bu ham 80 osh 80. 80 pilis. Hozir bundan bu yoq o'shanda xunajim bo'lyapti aka. Bu ikkovi novoz aka. Buqacha. Xo'p, buqalarimizda bo'yini nima? 80 dan chakamroq 80. 80 beraylik. 80. 80 80 ekan. Kamroq emas ekan, 80 ekan. Hop. 85 ga olishsin, 85. 85, 85. Xo'p, aka, endi buni yemishlariga 10 kunga garantiya beraman aka. Bularning emlamalari nima bo'lgan aka? Vaksinalarni video qilib tashlab beraveraman. Yo'q, qilish egalariga tashlab beriladi. Xo'p, endi eng qiziq joyi. Boshida o'sha qo'ydan narxi bo'ladi. Qo'ydi o'ta bomba bo'ladi aka, bor beramiz. Narxi arzon, ishonaman. Bugun YouTube kanalimiz bor, portlaydi aka. Portlatamiz. Hurmatli obunachilar, mana shu akamizni kommentariyada bir qo'llab-quvvatlab turasiz o'sha arzonlardan. Nafaqat bunaqa kichkina, bundan katta shu cho'ntak boblardan chiqarishga sizlarga va'da beramiz. Xudo xolisa olib kelib turasiz. Obunachilarimizga yetkazib berib turamiz. Narxini necha puldan qo'yamiz? Yo'lida ayting, arzonchi degan nom chiqadigan qilib ayting. 8 ta aka 4 milliondan o'tib beraman. 4 milliondan o'tib beriladi. Bitta ikkita olsa 4 milliondan beraman. Bo'ladigan bitta ikkita tanlab olaman. Hammasini bir joyga olinadigan bo'lsa, o'tib beraman 4 million. Dangaldan o'tib bersa haliga 50 so'm, 25 so'm gaplar bo'lmasin. 100 mingni o'tib beraman. Chiroyli zo'r obunachilarimizdan chiqsa dangal o'tib berasiz. Yetkazib beraman, aytgan. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib telefon qilgan odamga mol sotiladi. Telefon qilib ko'ngildan chiqarib so'rasizlar. Xudo xolisa hech kimni xafa qilmaydigan qilib chiroyli narxlarda qilib beriladi. Chiroyli muomalada bo'linadi. Hammasini necha puldan qilib beramiz aka? Dangalni aytaylik. Qaysi mashina? Mana shu
Mana shu yerdan bag'ri shoxonasilarni olamiz deysiz. 39 dan qilib beraman. 38 dan qilib bering. Yo'q, 39 dan qilib beraman, lekin mana ularni aka bozorda ham olaveradi mana shu mollarni. 4 million 200, 4 million 300 dan ham olaveradi. Endi mana ular ham yomon emas, ikkita uchta bor aka maydalar. Mana ular chiroyli ekan aka. Bunda olib qaraganda hozir 4 millionga ham bunaqa katta qo'yib bergani yo'q. Buni obunachilarimiz kommentda ham yozib o'tib ketishadi. Mana bo'y pastlarini ko'rib turibsizlar. 4 millionga hozir mana shu bo'y qo'y ham bermasa kerak, to'g'rimi aka? To'g'ri. $600, $500 qo'yilyapti, qo'yiladi. Qo'yilyapti. Xudo xohlasa aka yo'lida qilib bering obunachilarimizga. Siz bilan xudo xohlasa ishlab turamiz, obunachilarimiz aloqaga chiqadi. Hammasini bir joyga oxirgi tenglik qilib beramiz. 39 dan qilib beramiz. Oxir aka o'tib beraman, lekin bozorda ham olaveradi aka mollarni. 39 dan bo'ladigan joyi. Tupgan portlaydi, o'shanga qo'yib. Tanlab olinadigan bo'lsa 4 milliondan bo'ladigan. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. 4 milliondan tanlab olishga hammasini bir joyga olinadigan bo'lsa 39 dan. Xo'p, endi buqalarimizni necha puldan qilib beramiz aka? Qoladi aka 10 millionga o'tib ham beraman aka. 10 million o'tib beradi. Ya'ni 5 milliondan kam bor deyapsiz. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi bularning oyliklari haqida ma'lumotingiz bormi yo'qmi aka? Oyliqlar 5 oylikda aka. Mana 5 oylikqa bormagan. 5 oy kelishmaysiz beraveramiz. Tepasi bo'lmagan bu endi taxminlarga ko'ra. Hurmatli obunachilar, taxminan shu 5-6 oylik deyishyapti. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, akamiz bilan qalovini topsa, qor yonadi deydi-yu, aloqaga chiqib, aldab-sullab arzon qilib olasizlar-da, xudo xolasa. Aka endi bu kattasi. Kattasi, yiriga. Ha, yiriga. 1 metr bo'lsa kerak, 1 metrdan oshib Oshibga ham o'xshayapti. Novvatcha bu. Bundaqa shekillarni qarang bu. Bo'ladigan novvat. Bularni ham bir ko'rsating. Bu ham Qirg'izistonmi aka? Tushunmadim. Qirg'izistonmi? Qirg'iziston bu ham aka. Qirg'iziston. Bo'y pastlari birdan oshiq aka, ko'rib. Birdan oshiq. 1 metrga beraveraman. Birdan oshiq u 1 metrga beraveraman. Ha. 1 metr plus. Xo'p, yeb ichlari bilaniki ham yaxshi aka. Yeb ichiga 10 kunga garantiya beraman. Bir aqab bir yurgizib ko'rsatsak ham yaxshi bo'lardi. Hozir mana shunaqalardan so'rashyapti akalar. Cho'ntak zot pulni ko'paytiradigan, kambag'alni bo'y qiladi. To'ppa to'g'ri. Baqa yurgizib yuboring aka, bir ko'rsating obunachilarimizga oyoqlarini ko'rishsin. Endi baribir hamani ham kelib ko'rishga sharoiti yo'q aka. Oyoq qo'li baquvvatida aka. Buni ham yeb ichlariga xudo xolasa 10 kunga garantiya beraman aka. Bundan muammosi yo'q aka. Hurmatli obunachilar, buqa bo'y pastlarini ko'rib turibsizlar. 1 metr oshiq. Aka, bu narxini qancha qo'yamiz? 10 millionga o'tib ham beraman aka. 10 millionga o'tib beramiz. Xudo xolasa obunachilarimiz chiqsa, chiroyli narxlarga berasiz. Hurmatli obunachilar, ko'ngildan chiqarib so'raverasizlar, biz xafa bo'lmaymiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomerlarni ham qoldirib o'tib ketamiz. Bundan keyin ham bundan arzonlarini ham chiqarishga xudo xolasa harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa keyingi partiya nechta keladi aka? Keladi aka, 20 ta 30 ta kelaveradi aka. Xudo xolasa telefon qilsa to'p beraveraman aka. Har kim buzo bo'ladi aka bizda. Telefon qilaverasizlar, shu Qo'chqor narxida aytsalar ham bo'ldi. Top berishadi, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib berasiz. Bor.